amaliyotida biz sizlar bilan birga g'alla sharoitida kesma olish uchun joyni tanlab oldik. Bu hozir turgan joyimiz demak bo'z tuproqlar tipiga mansub bo'lgan tipik bo'z tuproq demak tipchasini biz demak kesmamizda hozir shu qatlamni joy tanlab oldik. Biz uchun ma'qul bo'ladigan maskan shu, mana shu joydan biz hozir nazaringiz uchun mana hozir talabalar bilan kesmani demak chizib oldik. Demak quyosh demak orqa miya tomonimizga tushib turishi kerak. Endi biz shu kesmamizni joyini tanlab oldik. Endi sizlar bilan birgalikda sekin kesmani demak mana shu kesmani olayotgan vaqtimizda birinchi navbatda shu o'ng tomonga nima qilamiz? Tashlab olamiz. Demak yuqorisiga hech narsa tashlanmaydi. Demak biz mana shu kelayotgan joyimiz. Demak mana buni ikkita tarafi demak yelkamiz 80 santimetr yelka kengligida bo'lishi kerak. Burilganimizda, tuproqlar tashlaganimizda bu bizga xalaqit bermasligi uchun. Ozmayirlar kelganimizda biz zina qilamiz. Ana shu paytlarda bizga xalaqit bermasligi kerak. Quyosh orqa miya tarafdan o'tib turishi kerak. Profillardan emas, aniq ko'rinishi uchun. Kelishga demak olamiz. Tak, marhamat. Almashib. Mana shu yerga tashlanadi. Yuqori tarafiga hech narsa tashlamaymiz. Chunki u yerda tuproqni tutur. Hurmatli tinglovchilar, kesmamiz tayyor bo'ldi. Belgilangan tartiblarga ko'ra demak quyosh nuri tushadigan tarafga olib biz mana kesmamizda demak qatlamlarga ajratish ishlari olib borilmoqda. Bu hozirgi qilayotgan ishimiz tipik bo'z tuproqlar tipchasida, bo'z tuproqlarning tipik bo'z tuproqlar tipchasida olib borilmoqda. Mana kesmamizni qazib oldik. Va belgilangan tartibda pichoq bilan o'yib nima tuprog'imizni qatlamlarga ajratib olamiz. Mana hozir yuqorida ko'rishingiz mumkin. Mana yuqorida biz demak qatlamlarni demak ko'rib tushyapmiz. Sekin-sekinlik bilan pastga qarata o'yish yo'li bilan tuproqlarimizdagi demak qatlamlarimizni asosiy morfologik belgilaridan bittasi bo'lgan demak rangini ko'rib olyapmiz hamda zichlanish holatlarini qo'limiz bilan demak pichoq siqish yo'li bilan nima qilyapmiz? Aniqlab demak davom etamiz, ketdik. Davom etamiz. Demak mana keyingi qatlamlarga ham aniq o'sha morfologik belgilari bilan birga qatlamlar namoyon bo'lmoqda. Demak biz bilamizki, tuproqlarga o'sha pichoqni tutgan vaqtimizda biz bilamizki, qaysi joyidadir zichlanish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Mana sekin pastga tushishi bilan tuproqlarimizda zichlanish holati oshib bormoqda. Karbonatlarning yaqqol ko'rinishlarini ko'rishimiz mumkin. Demak biz yaxshi bilamizki, melioratsiya tadbirlari orqali, agrotexnik tadbirlar orqali tuproqlardagi tuzlar bir joydan boshqa joyga ko'chadi. Tuproq tarkibidagi bo'g'itlar ham agrotexnik tadbirlar ta'sirida bir joydan boshqa joyga siljiydi yoki suv ta'sirida, sug'orish ta'sirida bir joydan boshqa joyga nima qiladi? Siljish holatlarini adabiyotlardan bizga ma'lum. Hozirgi ko'rinishdagi tuproqlarimizda hammani ko'rishingiz mumkin. Demak, tuproqlarimiz ishlarni boryapti. Kuchimiz ancha yetmayapti bu pastdagi tuproqlarni demak o'yishga. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, ko'rishingiz mumkin. Demak, tuproqlarimizni mana bu holatlarda anaqa juda ishlanish holatlarini ko'rishimiz mumkin. E'tibor qaratamiz. O'simlik inlari, izlari yoki anaqa o'simlik tomirlari, hayvonot izlari bu yerda kamdan kam holatlarda uchraydi. Tuproqlarimizning rangiga e'tibor qaratib qo'yasiz. Hurmatli tinglovchilar, mana yuqoridagi rangga e'tibor qaratsangiz juda ham to'q rang. Demak, o'simliklarning ildizlari juda ham ko'p. Birinchi demak haydalma qatlamimizda, haydalma osti qatlamimiz demak bevosita yuqoridagi qatlamdan demak rangi bilan zichlanishi bilan bevosita farq qilyapti bir-biri bilan. Yana davom etaveramiz. Pastga qarata demak tuproqlarimizni qatlamlarga ajratishni davom etamiz. Mana belgilangan asosiy kesmamizni qazib oldik. Bu yerda albatta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qatlam bo'ldi. Hozir bu 1.72 santimetr ichida qazib oldik. Demak, yuqori qatlamlar bevosita tuproqlarni morfologik belgilariga ko'ra boshqa qatlamlardan bevosita farq qilib o'zida o'simlik ildizlari bor. Keyingi qatlamlarga e'tibor qaratishingiz mumkin. Har bir qatlamni demak zichligiga qarab, rangiga qarab, mexan tarkibiga qarab biz nima qilganmiz? Qatlamlarga ajratib olganmiz. Endi bemalol bu yerda tuproqlardan namuna olish ishlarini o'tkazishimiz mumkin. Belgilangan tartibga ko'ra namuna olishda har bir
shu yuqoridagi qatlamlardan 400 grammgacha, birinchi, ikkinchi qatlamlardan, ya'ni haydovosita hamda haydovosiz qatlamlardan 400 grammgacha, pastki qatlamlardan 200-250 grammgacha biz tuproq namunalarini tahlillar uchun olishimiz mumkin bo'ladi. Kelasi safargi darsimizda nasib bo'lsa biz tinglovchilarimizga tuproq qatlamlaridan namunalar, genetik qatlamlardan namunalar olishni o'rgatamiz. Sog' bo'linglar.